Ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Nima deb o'ylaysiz? Tillaga nisa qilgan yaxshimi yoki biznesgami? Deylik, bundan 10 yil oldin 2016-yilda tilla narxi 125 ming so'm bo'lgan 1 gramm. 2026-yil necha pul bo'ldi? Albatta ushbu videomizda hozir aniq javobini olamiz. Men esa har doimgi do'stlar, Chorsu Gold Centerni qaysi etaj bu Xojoni? Birinchi etaj. Birinchi etajdamiz do'stlar. Nechinchi do'kon? 31-do'kon. 31. Kelaverasiz. Assalomu alaykum bo'lsak. Hojata yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Kayfiyat yaxshimi? Kelayotgan Ro'za Ramazon oylari bilan. Hojona yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Yangi mehmonxona ochib qo'ydik. Odam boshiga 100 mingdan 150 minggacha. Lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Sergeli Moshin bozori bilan Abu Saxiy kiyim-kechak bozorining o'rtasida joylashgan do'stlar. Odam boshiga 100 mingdan qanday tushunish mumkin? Misol uchun bitta xona narxi 300 ming bo'ladigan bo'lsa, odam boshiga 100 mingdan to'g'ri keladi. Agar zavtrak bilan xohlaydigan bo'lsangiz, do'stlar, 150 ming bo'ladi odam boshiga. Nima deymiz? Kelaverasizlar, yaxshi dam olaverasizlar. Charchamanglar. Siz Rahmat, tuzumsiz. Siz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? O'zi yaxshimisiz. Rahmat. Aha, qisqacha ma'lumot beramiz, do'stlar. Bu do'kon oilaviy do'kon, ya'ni hojatomlar, hojonamlar va qizlari. Do'kon o'zlaringizga qarashli. O'zimizga qarashli. O'zingizga qarashli, misol uchun kimnidir ishonchi bor-da, to'g'rimi? Xususiy do'kon. Xususiy do'kon. Necha yildan beri tilla savdosi bilan? 30 yildan beri shug'ullanaman. 30 yildan beri. Qani bo'lmasa bir tillarni bir ma'lumotini beramizmi? Qani hojona? Nima hayajonlanyapsiz? Nimalar? Yo'q, nimalar? Yaxshimi hammasi? Rahmat, xudoga. Qani, O'zingizlar yaxshimisizlar? nima deysiz? Nimaga nisa qilgan ma'qul deysiz? Mana har doim o'zingiz o'tgan zaman kelganimda albatta tilla olib qo'yish kerak, tilla olib qo'yish kerak deysiz. Sababi tillarning narxi 30 yil oldin 2000 so'mdan bo'lgan bo'lsa, mana bugungi kunga lomba narxi 1 million 100 ming so'm bo'ldi. Bu 585 probani narxi. 751 probani lomga 1 million 400 mingdan olyapmiz. Mana tish olib keladigan bo'lsa 1 million 500 mingdan. Hamma narsaning o'zining narxi bor. Menimcha tillaga investitsiya qilgan yaxshiroq. Nimagaki, tillarning narxi osta-osta tushmaydi. Mana mashinaga tiksangiz ham, hali 10 mingga olgan mashinangiz keyinchalik haydab 5 mingga sotishingiz mumkin. Xuddi shunday. Mana BYD'lar ham misol uchun 35 ming bo'ldi. Hozir agar sotaman siz o'shani 20 mingga sotishingiz mumkin, например. Lekin tillada unaqa bo'lmaydi. Tillada osta oshadi, tushmaydi. Mana dollarda ham misol uchun anaqa qilib olib qo'ysangiz 10 ming dollaringiz, hali 10 yildan keyin ham 10 ming dollar, 20 yildan keyin ham 10 ming dollar. Tillarning narxi joyida oshadi. Mana bulturgiga nisbatan bu yil, bultur biz shu paytda 63 dollar sotganmiz. Bu yilga nisbatan eng anaqa arzon sotayotganimiz 110 dollar. Bu yoq 125 dollar, 150 dollargacha bo'lyapti. 750 probalarimiz. Xolajon, amerikalik bir boshlovchi bir nimada gapirdi, lekin men sizga u gap gapira olmayman. Bilmay qoldingiz. Xo'p. Mana shunaqa narx-navolarimiz. 750 probani narxlari hozir 160 dollardan bo'lyapti. 585 tarif 125, 110 dollardan bo'lyapti. Bu degani taxminan 1 million 400 ming, 1 million 600 ming, 1 million 800 mingga qarab ketyapti-da. Soat sayin ko'tarilyapti birja. Bugungi narxda hozir sal stabilroq turibdi. 125 dollardan u taxminan 1 million 125 dollar bo'lganda taxminan 1 million 530 ming bo'lyapti narxi bugungi kunga. 585 proba narxi. Endi bilaman, hozir sabringiz yetmayapti. Hozir sabr qilib turing. Hozir sizlarning qanaqangi varianti borligini barchasini ko'rsatib o'taman. Keyin deylik, yig'ib qo'ygan pulim 1000 dollar pulim bor-da. 1000 dollarga misol uchun kelib turib sizdan haqiqiy tilla ola olamanmi? Olasiz. Haqiqiy tilla ola olasiz. Mana 1000 dollar pulim bor. Qanday bunaqa qilib bera olasiz? Endi mana misol uchun o'zingizga qarab, 1000 dollarga, например, mana 1000 dollar bo'lsa, bo'laman taxminan 9 gramm tilla olishingiz mumkin. Haqiqiy zavadskoy tilla, ishonchli, kafolatlangan. Bu do'konda misol uchun har doim olganingizda kafolat bor. Chunki oilaviy, xususiy do'kon, hali odamlar arendada o'tirgan tashlab chiqib ketib qolishadi, biz chiqib ketmaymiz. O'zingiz xususiy do'koningiz bu. Xususiy do'kon har doim javob bor. Hammasi bu yerda zavadskoy narsalar. O'zimizda ishlab chiqaruvchilar ko'p hozir. Hozirgi kunda bir nechta bir 20-30 ta desam xato qilmayman. O'zimizda ishlab chiqarish ko'proq. Yana hozir Esser, Simaya, keyin bu yerda nomer 1 degani mana nima sofizlarimizda bor. U boshlanganda nomer 1 bo'lib ketyapti. Xatosi yo'q, bexato ishlaydigan zavodlardan bittasi. Vostok,
Hozir nimaiki mana Turkiyada chet el davlatlarda chiqarayotgan mahsulotlarni o'zimizda chiqarishyapti bular. Bular hammasi turklar kelib ishlayapti. Hali Turkiyaniki deyishadi-ku, o'sha turklar kelib Toshkentda ishlayotgan Turkiyaniki deyishyapti. Lekin yaxshi mahsulotlar, zo'r mahsulotlar, kafolatlangan. Lekin bular hammasi yangi mahsulotlarni birovdan qolgan eski tilla emas. Yangi tilla. Odamlar kelishadi, mulk tilla deyishadi, tushunishmaydi. Mulk tilla degani eski tillarni polirovka qilib sotishadi. Uni keyin kelishadiki, u $100 ekan. Yo'q, u $100 deyotgani u taqilgan eski tillar. Bu bizga yangi, hech kim taqilmagan tilla beramiz ham. Quyma tilla. Mulk tilla emas, bu haqiqiy yangi tillalar. Hammasi probasi bor, qo'lami bor, ishonchli kafolatlangan. Yaxshi bo'lmasa hojona ko'rsating qani, men kelib turib, misol uchun o'zi nech puldan tilla boshlanadi sizda, nech puldan kelib olib keta olaman qani? Bir biburlar ko'rsatib chiqsak bo'ladimi? Bo'ladi. Mana bitta bizada bizani Toshkent zavodida ishlab chiqargan mana bitta narsalar bor, ko'rsatishim mumkin. Mana Vostok zavodiniki bor. Vostok zavodiniki bor. Mana bu. Mana bu Semayaniki. Mana bitta hozir ko'rsataman sizga yana. Mana vizor yangi chiqqan zavod bu ham. Ishonchli. Keyin sofizlar qani edi? Hozir mana sofizlariki ham bordi. Bular hammasi kafolatlangan yangi narsa, taqilmagan narsa. Odamlar kelishadi, bu taqilgan arzon tillarni ko'rib so'rashadi. Yo'q, ular taqilgan eski tilla bo'ladi. Mana bular hammasi yangi qo'lomi bilan, mana QR kodlari bilan qo'yilgan narsa. Bemalol kelib, любой payt kelsa, bu yerda biz shu do'konda bo'lamiz. Mana. Endi bemalol ko'ringlar. Buni tillarni ham nomerlari, anaqalari bilan. Tillarni ham o'zi o'zgarish o'yini bor, to'g'rimi? Misol uchun nechadir foiz tilla bo'ladi, nechadir foizi nimadir mis bo'ladi. O'shani qanday ajratsak bo'ladi? Qarang, bu yerda 585 deganda, buni 585 tilla, qolgani primislar bo'ladi, har xil primislar bo'ladi. 999 deganda uni hammasi tilla bo'ladi. 750 deganda 750 tilla bo'ladi, qolgani primis bo'ladi. 800 mana 21 karat degani 875 edi, unda ham shunaqa 875 tilla, qolgani primis bo'ladi. Buni endi hali kelganda olishligiga bog'liq. Bizda основной 585, 750. Toza tillar ko'proq bankda bo'ladi. Keyin Fanon zavodida bo'ladi. O'sha agar ko'pchilik kelishadi, bizdan so'rashadi, toza tilla bormi? 999 bor. Bu yerda ham bor. Ko'proq anaqa Fanon zavoddan olsa bo'ladi. Ishonchli kafolatlar, keyin bankdan olsa bo'ladi. Bankdan, ha? Xo'p, mana vibrlar juda ham ko'p, mana ko'rishlaring mumkin. Bugungi kunni sanasi bugun nechi qislo? Bugun Do'lar nechinchi edi? 2. 12-fevral. Xo'p, 12-fevralga kuniga hisob bo'ladigan bo'lsa, tilla narxi necha pul hozir? 12-fevral. 12-fevralga bugun tillalar narxi 1.550.000 dan yangi narsani sotamiz. Mabodo eski tillarni olib kelib topshirib almashtiraman desa, 1.100.000 dan topshirishligi mumkin. 585. Hozir mana shu yerda oladigan tillarni o'sha 1 million necha puldan hisoblab berasiz? 1.500.000 dan hisoblab beramiz. 1.500.000 dan tanlab olaveradi grammiga. Grammiga qarab olaveradi. Mana 1.500.000. Hammasi yangi ishonchli kafolatga taqilmagan tillalar. Endi bu hojona bugungi kunda hisobi, to'g'rimi? Balkim bu bugungi kunga hisobi, lekin menimcha o'ylaymanki, odamlar investitsiyaga pul tikishi faqat tillaga tiksa deyman. Nimagaki? Tinchlik bo'lsa, mana shu stabilniy bitta narxda turadi. Agar urush bo'ladigan bo'lsa, bu ko'tarilib ketadi. Mana shu dollar narxiga nisbatan bu turgi bilan bu yilga nisbatiga 1.5 barobar ko'tarilsa ham xato bo'lmaydi. 1.5 bundan 10 yil oldin 10 barobar ko'tarilgan. Chunki har payt mana 98-yil 10 so'mlik moneta bo'lardi, u $95 bo'lardi. Hozir 10 so'mlik monetani $1000 ga ham topa olmaysiz. Ana. Xo'p, mana ko'rishamiz, troslar. Bu yerda troslar o'zi necha puldan boshlanadi? O'rtachasi bu yerda har xili bor. 10 millionga ham bor, 15 millionga ham bor. 10 million, 15 million. O'sha boya aytgandek 1.5 milliondan gramm hisoblab beriladi. Shunaqa 1.5 milliondan hisoblanaveradi grammi. Hammasi yangi narsalar. O'rtacha o'zi necha grammdan boshlanadi bu yerda? Har xil bo'ladi. 5 gramm, 4 gramm, 3 gramm. Minimum 5 gramm bo'ladi. Yo'q, 1 gramm 2 gramm ham bor. Bor. Bu yerda ham nargi tarafda bor. 1 gramm 2 gramm ham bor. Ham qalinlar mana qalinlar bor. 15 gramm. 18 grammlik bor ekan, mana 11 gramm mana ko'risharing mumkin. Gramm bilan yozib qo'yilgan mana. Xullas vibr ko'p. Xo'p.
Bu yoqda ko'rsatamiz, bu yoqda bilek uzunlar. O'sha mana bu hojoni oxirini 1,5 million qilib berasizmi yo shu 1,5 million qilib berasiz yo yana bir qismdan savdolasak bo'ladimi? Yo endi birjaga qarabdi, hozircha 1,5 million. Hozircha 1,5 million. Erta birja agar nobodi tushib ketsa, arzonroq qilib berishimiz ham mumkin. Keyin bizda mana hozir birja narxi bo'yicha 1 million 100 lom olyapmiz. Bu degani singan pingan narsalarni. Endi o'shandan o'ziga xulosa qilishsinki, chunki lomni narxi 1 million 100 ming bo'lgandan keyin bu izzalarni yangi taqilmagan narsaning narxi stabilni oshgan bo'ladi o'shanda. Samgram ishonch o'sha siz 100% kafolat berasiz, mana shuni tillasiga, kачествосiga to'g'rimi? Ha, bunga 100% kafolat beramiz, kачествосiga ham, tillasiga ham. Keyin bu yangi taqilmagan tillaligiga ham kafolat beramiz. Ha, yangi taqilmagan tillaligiga. Ishonchli. Mana ko'rishlaring mumkin, mana gramgacha mana yozilgan. Mana vibralar ko'rsatib o'taman o'sha. Bu yerda yana bitta narsa, o'tgan yil masalan olgan odamlar hammasi bu yil kelib, bunga ko'ra yangi modelga almashtirishyapti. O'sha sotib olishgan pulligiga ortiqchasi bilan olib ketishyapti o'sha. Qo'shilganda. Bizdan $500 ga masalan olishgan bo'lsa, hozir $1000 sotib foydasi bilan olib ketishyapti. Ham o'zingizga kelib sotib ketadi. Ya'ni o'zimizga sotib ketishyapti o'sha odamlar. Yangi narsani olib ketishyapti. Ha, bunday nima misol uchun, Anaqada yutug'i bor-da, baribir. Mana mashina olsangiz, например, Plus yangi qovati yana qo'shilyapti. Bevayli, например, mashina olsangiz, $35,000 ga olsangiz, sotaman desangiz, o'shani siz, например, $30,000 ga ham sota olmaysiz. Shunday. Lekin tillani olsangiz, mana bu yil $1000 ga olsangiz, keyin kelib 1,5 mingga sotishingiz mumkin. Shunda sizga $500 foydasi bilan bo'lyapti-da. Hatta bu yilga $500 bo'lmaydi, $1000 ga $1000 foyda bo'ldi. Buldirki bilan bu yilgini hisobiga. Yana bitta savol, misol uchun tilla o'zini o'sha bankskiga olgan ma'qulmi yoki mana shu ko'rinishda ham olib investitsiya qilgan ma'qulmi deb o'ylaysiz? Bankskini endi bilib olganingiz yaxshiroq, chunki uni tekshirgan, bilgan o'sha bankdan borib yoki falon zavodlardan olib olganingiz yaxshi. Bunaqa tillarda bo'lsa faqat quyma tilla olsangiz yutasizlar. Mana brilliantlarda emas, quyma tilladan. Hamma yog'i toshsiz, hamma yog'i tilla. Uni mulk tilla deymiz. Nimaga? Quyma og'ir tilla bo'ladi, u pul o'rniga pul ushlab turadi. Ham taqasiz, foydalanasiz. Ertaga sizga kerak bo'lib qolganda, zarur bo'lgan sotishingizga ham zo'r narsa bu. Mana bilek uzunlar, mana hojonolarga ham, necha grammdan boshlanadi bilek uzunlar? 6-7 grammdan boshlab, u yog'i 20 grammgacha bor. Pul necha puldan boshlanadi shunda? Pullari ham 7-8 million, 9 millionda, to'g'rimi? 10 millionlardan. Har xili bor. 10 milliondan 10 boshlanadi. milliondan boshlanyapti, u yog'i 15-20 shunaqa. 15-20. Bu yoqda mana. Bu yoqda brilliantlar. Bu brilliantlar, toza brilliant, ha? Mana, toza brilliantlar. 750 probada, Erdilobar. Hojoni ko'rsatasizmi? Buni. Bular brilliantlar, mana qarang. O'zingiznikini. Ha, mana 750 probada. Aha, 750 probada. Mulk tilla misol uchun olib qo'ysangiz, mana shu 750 probani yengisi 160 dan bo'lyapti. Buni naboda lomga topshiramazda $115 dan lomga topshirishi mumkin. Agar bultur olganda bu yil 2 barobar oshgan bo'lardi, bemalol. Bu sizniki necha gramm? Bu 50 gramm. 50 gramm. Buni 20 grammligi bor, 15 grammligi bor, 25 grammligi bor. Endi anaqa cho'ntakka qarabda, bemalol. Xuddi mana shu ko'rinish, xuddi siz qo'lingizdagi ko'rinishda shu gramm kamlar ham bo'ladi. Ana bor. O'shanaqasi bor, hozir ko'rsataman sizga. O'zingiznikini og'iridan taqib olibsiz-a? Mana qarang, mana bitta bor, qarang. Mana bu 37-40 gramm, 29 gramm, 28 gramm, 15 gramm, bu yog'i ketaveradi 10 gramm, 12 gramm ketaveradi bu yog'i. Hojona qarang. Bemalol. Bitta savolda, haqiqatan realni. Misol uchun mana shu tillarni siz qo'lingizga taqmasangiz, ko'chada yursangiz, siz yurishingiz tilla taqishingiz bilan o'zgarib qolar ekan, to'g'rimi? Ya'ni misol uchun tillarning qanday tarkibida qanaqadir modda bor, odamni bodri tutadi ekan. Shunga nima deb biladi, balkim shunaqadir bilmadi uni. Agar misol uchun deylik, qo'lingizda tilla bo'lmasa ko'chada yursangiz, gap so'zingiz misol uchun qayerda qandaydir ana bodri o'zingizga u yerni gapira olmaysizda, bu tillarni taqqaningizdan keyin любой joyga borib o'zingizni bodri tutib, bodri gapirasiz. Shu narsani hech sezganmisiz? Hech sezmagan ekanman, endi bugundan ahamiyat beraman. Haqiqatdan shu narsa bor ekanda o'zi. Kim biladi? Albatta. Biz ichida bo'lganimiz uchun bizga bilinmasa kerak edi. Yo'q, albatta kommentariyga izohingizni yozib qoling. Shu narsa xuddi sizda bo'lganmi, bo'lmaganmi? Albatta qiziqsiz kommentariyangiz. Xo'p, ko'rsatamiz, nimalar ko'rsatamiz? Mana aytamiz. Sovg'alarga ko'rsataylik. Hozir Hojona sovg'alarga. hozir mana mana sovg'alarga o'zimiz mana hozir mana bunaqa Rolex brasetlar chiqqan.
keyin mana bu Dior brasletlar bor. Hozir yangi chiqqan. Keyin mana bunaqa bor, Clash. Hozir oxirgi modeli, yoshlarga-da. Oxirgi modeli mana. Bemalol anaqa qilib olib ketsa bo'ladi, xolasa. Mana Christian Dior. Pulini o'sha 1,5 milliondan hisoblab olib ketaveradi. Shunaqa 585 probalar shunaqa. 1,5 milliondan hisoblab olib Kamida mana shunday 10 million chiqsa kerak, 10 millionligi ham bor, 15 millionligi ham bor. 10 million 15 million. Grammiga qarabdi. Ular qanaqa tanlaydi, nima tanlaydi o'shanga qarab. Xo'p. Endi kelishursa, hamyob qilib beramiz. Sirg'alar ko'rsatdik. Bilak uzuklar ko'rsatdik. Bu yo'llar ko'rsatdik. Yana nimalar ko'rsataylik? Brilliant hozir ko'rsataman. Mana brilliantlar bor. Nima deysiz doda? Tilla tasbih bor deylar. Ha, tilla tasbih ham bormi? Qani? Ha, hojonalarga tilla tasbih. Mana haj umraga ketayotgan onaxonlarimizga. Bu Tilla tasbih, haqiqiy tilla tasbih bu. Ichi ham hammasi tilla. Bu yerda anaqasi yo'q, aldam qaldami yo'q. Mana. Bir xillar aytishadi, ichida temiri bor, buni ichida temiri yo'q. Ichidagi sepochkasi ham toza tilladan. 585 proba. Nech pul ekan buning narxi? Hozir aytib beraman. Mana buni narxi 11.67, 11.67. 11.67 bo'lyapti. Demak, bo'lyaptiki 5. Bu gazeta 18 millionga boryapti mana men. Ichigacha hamma yoqtiriladi buni. Bu hammasi ichigacha tilla, mana. 18 million bo'lyapti bu. Ana. Har bitta ota-onamizni Buni yo'qotishmaydi, tilla bo'lgani uchun ham. ota-onamizni hajga yuborib, onamizga xuddi mana shunaqa Qo'llariga taqib yursa bo'ladi, mana bemalolda. tasbihlar sovg'a qilish nasib etsin barchamizga. Xo'p. Yaxshi. Bu yoqda mana brilliant. Mana bunaqa yangi tug'ilgan chaqaloqlarga qarang. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarga mana bunaqa brasletlarimiz bor. 5 to'ylar qilaman degan insonlarga mana yaxshi kunlariga. Necha grammda o'rtacha bular? Bular 3 gram, 2 gram. 3 gram, 2 gram. Kattasi 4 gram, atak 2,5 gram mana shunaqa. Mana bu ko'rlaring. Hammaga baquvvat bu, yana mo'rta emas. Tilla olganda tekshirtirish xizmati bor sizda? Bizda tilla olganda tekshirtirib berish xizmati bor. Kafolatlangan. Xola agar ishonishmasa tekshirib beramiz. 585 proba chiqmasa pulligini 2 barobar qilib qaytaramiz. Chunki siz ham olib turgan vaqtingiz tekshirtirib olasiz. Biz tekshirtirib olamiz, chunki biz ana magazinda oilaviy bo'lgancha bizda unaqa narsa bo'lmaydi. Ha. Xo'p. Mana bu yerda 750 proba brilliantlar. Bu yerda bor Bakinskiy proba anaqa brilliantlar borki, mana bu Yakutskiy burungi antikvar narsalar. Mana bular burungi 750 proba Yerevan. Mana bunisi 583. Soyuzniki Moskovskiy. Mana bunisi ham 583 Moskovskiy. Faqat toshlari Yakutskiy toshlaridan brilliant. Ishonchli kafolatlangan. Ha, bu 20 gram, 16 gram. Bu общий количество grammmi yo tillasimi o'zimi? Yo'q, bu yerda hammasi kolичествоsi, hamma narsasi. Bu e'tibor olib qo'ysa mulk bo'ladi, bir bisot uchun olib qo'ysa, anaqa nasldan naslga o'tadigan. Bo'ldi. Mana. Chunki bular antikvar hisoblanadi hozir. Bunaqa tillalar kamdan kam. Hozir ko'pi to'g'ri Bakinskiy bo'lyapti, Gankon deyapti, Dubai deyapti, lekin bu soyuz narsalari. Opa singillarni ziyod olib ko'rsa bo'ladi. Mana bu yerda oq tillada bular 750 probada hammasi probirni paratidan o'tgan. Ha, mana ko'rsam mumkin. Brilliantlar bular ham. Xo'p, bu yoqda soatlar ham bor ekan mana. Mana bu yerda soatlar bor, jenskiy muzko'y soatlar. Yo'q, grammi necha pul o'rtacha ularning narxlari? Grammini 1 million 550 mingdan qilib beryapmiz. Ha. Grammini. Mana bunisi Samazavod 585 probada, bu 83 proba sovetskiy burungi antikvar narsa. Bunisi 585 Turkiya. O'zi shu turish necha pul chiqadi o'zi bu soatlarda?
3000 4000 dollar bormi? Ha 5000 ga boradi. 5000 dollarga 5000 boradi. boradi. Ha. Bo'lsa ko'rsam ekan. Yo'da mana Shunaqa mana bitta endi kichkina sepochkalar 1 gramm, 2 gramm, 3 million, 4 millionga boradi bular. Kichkina maktabdagi bolalarga 12 yoshlar muchalarga qilaman deysa mana 2 gramm, 3 grammli mana bitta xalusliklar bor mana bukva. Ismiga qarab. Mana yerni sog'iga ham yaxshi variantda. Sog'iga yaxshi variant 2 grammliklar bular. 2 gramm 3 millionga chiqadi-da, to'g'rimi? Da, mana bular oq tillada. Oq tillarlar bor. Proverni palatadan o'tgan, ana ishonchli kafolatlangan bemalol. U haqiqiy tili o'zi yumshoq bo'ladimi? Haqiqiy tili yumshoq bo'ladi. Bu 3.9. Ha, 3.9. Mana bular bo'lsa brilliant usuli hammasi. Sariq tilada, oq tilada. Bular hammasi 750 proba. Основной 750 proba. Mana bitta yetganimizda mana bu qizilda persillar, mana bu abrochanning uzuli 83 proba, yakutskiy brilliantlar, sovetniki bular. Grammini shu boyagidek 1,5 million, 1 million 550 dan hisoblab bo'laveradi. Yo, brilliantni yo'naqimiz karatiga qarab gaplashamiz. Oddiy tillar bo'lsa 585 bo'lsa 1 million 500 mingdan qarab gaplashaveramiz. Bu brilliant haqida ham alohida bir videolar qilamiz, xudo xolasa. Mana bu yoqda yana mana qaranglar do'stlar. Bu duti deydimi buni? Yo'q, bular duti emas. Bular litoy. Bizda duti narsa pashti kam. Mana. Mana qahva varianti ham bor ekan. O'sha 3 gramm, 4 gramm, mana 1 gramm har xilcha bo'lsa, har xilcha bo'lar ekanda. 3 gramm asosan o'rtacha 3 grammmi deyman bu yerda. Mana. Doda 3 gramm bor, 4 grammliklar bor, 1,5 dan tepasida 1,7. Mana vibralar ko'rsatib o'tdik. Bu narx qanday buni? O'sha boyagi. narx 585 Pro bilan hammasi bir xil narx. Shu doda nima deymiz? Omad tilab qolamiz bo'lmasa. Uni olib ketyaptilar, razlitsasi bor a? Kelinglar. Do'konimizga tashrif buyuringlar. Hozir olib keldingizmi? Xizmatingiz tayyor. Bo'ldi. Alaykum assalom. Yaxshimi tuzum? Rahmat. Qancha ishlar? Hojona, nima deysiz? Bo'ldi? Ma'lumotlar shulardan iboratmi yo nimadir qolib ketdi ma'lumotlardan? Yo'q, mana gapiradi. Mana do'stlar, mana pul yig'masa mana. Kelishtirib qilib beramiz. Xurshid aka nomlardan kelsanglar. Endi qarang, bizni promokod bilan kerakligini nimadir qilib berasizmi, Hojona? Qani? Fikramiz bor, endi kelishtirib qilib beramiz. Sizni nomingizdan kelayotgan hamma xudoga shukr. Rozimi? Rozi bo'lib, muomala qilib ketishyapti. Albatta, kommentariyaga o'z izohingizni yozib qoldiring. Oilaviy Dilya Jewel Juveler. Juveler, Dilya Juveler kelaversa, Dilya o'zi asosisiz. Men, onam, Qizim. ikkalamizdan nomni qo'ygan. Dilya. Bo'ldi. Nima deymiz? Hammaga omad, yaxshini qo'shimcha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar, charchamanglar. Manzil Kelinglar, qish kelibsizlar. Gold Center, to'g'rimi? 31-do'kon. 31-do'konga kelaversa, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.